Uning eng ashaddiy dushmani ko'zgu edi. Uni ko'rarga ko'zi yo'q edi. Dugonalari ko'zgu oldida soatlab o'tirar, o'z chiroylariga to'ymas, ko'zgu bilan suhbatlashib ham o'tirardilar. U esa chiroyli bo'lmagani uchun ko'zgudan dashnom eshitaverib yuragini oldirib qo'ygandi. Ota-onasining o'zidan oldingi 4 ta bolasi ham turmagandan keyin 5-bolalardan umid qilib, Yaratganga nola qilib va uning ismini ezgu niyatda Tursunoy qo'yishdi. Tursunoy qo'sh barmoq bilan tug'ildi. O'ng qo'lida 11-barmog'i ham bor edi. Ustiga ustak soch qoshi g'alati jingalak va sariq, burni katta, kallasi 4 burchakroq tug'ildi. 7 yoshga to'lganida tishlari tabiiy yangilandi va dudoqlari harchand yopilmasin, nuqul kulib turganday old tishlari ko'rinib turadigan g'alati edi. U 11 yoshga to'lganida undan bo'y o'sishi gormoni yetishmasligi aniqlandi. U o'shanda bor yo'g'i 130 santimetrli edi. Shifokorlar uning kasaliga Asperger sindromi deb tashxis qo'yishdi. Ota-onasining uni ko'rsatmagan shifokori qolmadi. Nihoyat u ham o'sa boshladi. Pakanalikdan qutuldi-yu, ammo xiring-xiringlardan qutulmadi. Maktabda o'qib yurgan kezlari kattalardan namunali xulqi uchun qancha yaxshi gap eshitsa, tevaragidagi piching-pichinglar shunchalik ko'payardi. Jumladan, qay bir sinfdoshi undan orqada qolsa, albatta anaqa-manaqa boshlanardi. Ya'ni kimdir o'tirsinoy qo'yish kerak edi, o'tirib qoladi-ku baribir desa, yana kimdir tavba qildim,